Islomning rang-barangligi mohir va iste'dodli ijod ahlining mehnat mahsulidir. Har bir narsaning ibtidosi qiziqish, o'rganish va intilishdan boshlanadi. Bu intilishning davomida haqiqiy ijod paydo bo'lib, sayqallana boradi. Ijobiy sayqal tufayli ijodkor el nazariga tushadi. Biz san'at doirasida gapirar ekanmiz. San'at bo'stoni ijodkorlarining hayoti va ijodini san'at muxlislariga yaqindan tanishtirishga harakat qilamiz. Bugun dasturimizda san'atkor ayollar an'anasini davom qildirayotgan xonanda Zulxumor Norboyeva bilan uchrashasiz. Xonanda bilan suhbatimizni Qozoq va Qoraqalpoq millatining milliy an'analarini aks ettiruvchi Qora uyda o'tkazishni ahd qildik. Sababini suhbatimiz davomida bilib olasiz. Mana biz Qoraqalpoq va Qozoq xalqining an'anasi davom qilgan Qora uyda suhbat boshlayapmiz. Suhbatdoshimiz ham Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Zulxumor Norboyeva. Zulxumor aka, mana siz Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artistsiz. O'zingiz ham Qoraqalpoqqa o'xshab ketasiz, to'g'rimi? Sizni hamma Qoraqalpoqmi deb yuradilar. Keling, mana shundan boshlasak suhbatni. Bo'ladimi? Endi to'g'ri aytasiz, ko'p odamlar shu Qoraqalpoqqa o'xshaganim uchunmi, ko'pincha Qoraqalpoqcha ashula aytganim uchunmi Qoraqalpoq deb o'ylaydi. Lekin o'zim g'irt o'zbekman. Atam ham o'zbek, opam ham o'zbek. Xudoga shukr, shu Urganchda tug'ilganman. Endi opam ham, akam ham lekin Yangi bozorli. O'zim Qoraqalpoqchani, Qozaqchanimi, nafaqat endi shu kuru Qoraqalpoqcha, Qozaqcha emas, ko'p ashulalarni, har xil millatning ashulalarini yaxshi ko'rib aytganim uchunmi, balkim. Hali bir so'zingizni aytib o'tganingiz, ikkimiz suhbatlashgan paytda bir momomiz o'tgan Qoraqalpoq deb. Hava. Endi u bizlara orqa aylanib ketgan ko'pdan. Endi Qur'on mama deb opamiz aytib beradi, biza görməyimiz. Endi biza yosh bo'lganmiz, opamning mamasi bo'lgan u. Qoraqalpoq kampir bo'lganda, endi bu yerda buvamizni, buvasini ham shunga borib qolib, balkim shunga o'xshatadilarmi, balkim qondan o'tgan bo'lsa kerak. Rahmat. Ana endi Qoraqalpoq haqida so'z boshladik. Qoraqalpoqcha qo'shiqlarni aytasiz, qozoqchalar aytasiz. Hozir shu qo'shiqlaringizdan bir xirgoyi eshitsak. Yaxshi. Qoraqalpoqcha aytib berak o'ynasa. Yerkanli quyosh jarqiraganda, men etkiz quvongasil go'zal tangda, shodli xabar yosh yedib sag'anday, baxtli kunlarga yetisding xalqim. Rahmat yashang, rahmat. Zulxumor Norboyevaning Qoraqalpoq ohanglarida kuylay olish qobiliyatiga ega bo'lishining yana bir sababi bor ekan. U Nukus shahridagi madaniy oqartuv texnikumini yakunlagan. Unga Qoraqalpog'istonda o'qigan paytida xonanda Oyimxon Shomurodova ustozlik qilgan. 1988-yildan buyon maqom dastasida ijod qiladi. Qo'shiqchilik yo'nalishida katta yordam qilgan ustozlari O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Uruzmat Bekjonov, O'zbekiston xalq hofizi Uruzmat Jumaniyozov, xonanda Muhabbat Avizovalardan samimiy minnatdordir. Otlar
shu ayol san'atkorlarimiz haqida qanday fikr bildirasiz? Endi doğrusu Ömürbek hayat murakkab. Nechik bo'lgan taqdirda ham ayol san'atkor bo'lish undan ham qiyindan. Hayotda o'z o'rnini topish, san'atda o'z o'rnini topish dim qiyin ayol san'atkor uchun. Endi erkaklar o'z yo'lina ketaveradi deb aytacak emasman, lekin hamma endi eng boshda sukonak bo'lish kerak ekandan. San'atkor bo'lgan odam salgina bo'lsam sukonak bo'lish kerak ekan. Men o'zim bir aybim bor, endi aytib o'taveraman, jur'atsizroqman. O'ylanib qolamanda bu nechik bo'ladi ekan, bunda desam nechik bo'ladi ekan deb. Endi o'z yo'lini topgandan keyin san'atkor endi shu san'atni tashlab qo'ymasa deb o'ylaymiz. Ena bizning tengdoshlarimiz shu maqom ansambl kelib birga ishlaganlarimiz yana Muhabbat Aviz va evveldan shunchalik yaxshi ashula chaydi. O'ynaganida ham qarab turaveradingiz uni. Yana Gulbahor va Jumaboyeva. Keyin yana ko'p odamlarimiz taniydi. Ularning hammasini ham Xurshida va endi nima desam shu hayotda baribir oilani o'ylaysizmi? Shu xotin qiz baribir shu bola chaqani o'ylaydi, ozgina bo'lsam. Endi shu tashlab qo'yadilar san'atni. Lekin shu men istaradim, shu baribir tengdoshlarim ichim ushadi. İstaradim men shular san'atni tashlab qo'ymasa, shu san'atdan hammalar bahramand bo'lsa deb o'ylayman. Endi baribir shu hayotda nima desam, shular ham baxtli bo'lsinlar, bola chaqasining oldida sog' salomat bo'lsinlar deyman. Rahmat. O'zingizning oilangiz haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Yaxshi. Endi oilamizda nima desam, maqtanib aytgan bo'lmasa, endi bir o'g'limiz bor, Xudoga shukr. Shu o'g'lim hozir Chirchiqda, Toshkentda armiya safida xizmat etib turibdi. Xalqimizni shu tinchligini qo'riqlabmi deymizmi, desant deb aytadi. Endi uni men domam ko'pam tushunavermayman. Shu yaqinda borib keldik nasimdan. Undan ham xursandman, baribir shu o'g'lim ham ozin ko'pin shu mard o'g'lonlarimizga o'xshab xizmat etib yursa elimizga, yurtimizga. Shuna Xudoga shukr opam bor, hozir apikalarim bor. Endi qaynatam bor, qaynanam bor degandim. Ular ham shu hammasini qo'limdan kelgancha yurtima xizmat etganimdan shular ham xizmat etib yotirman. Ijodiy rejalaringiz haqida ham ayta olasizmi? Endi ijodiy rejalarim Xudo xolasa endi shuni amalga oshirib bilsak, yaqinda bir o'ylab qo'ygan rejalarim bor. Endi avvalgi shu ustoz san'atkorlarimiz o'tib ketgan san'atkorlarimiz, keyin hozir ham endi qarilik gashtini surib yurgan san'atkorlarimizni xalqni qalbidan joy olgan qo'shiqlari bor. Bilasiz-ku, endi doston qo'shiqlarimiz ko'p, marhum Nazira opa, Sultonposhsho Rahimola aytib o'tgan qo'shiqlar avvalgi shu hozirgi qariyalarimiz, endi o'rta yoshdagi odamlarni qalbidan joy olgan qo'shiqlari bor. Shularni endi men maqomchilar ansambullarimiz bilan Xudo xolasa quruq maqom bilan chegaralanib qolmasdan shularni yuzaga chiqarsam deyman. Endi shu xalqimizga bir eshittirib yodina solib qo'ysam degan niyatim bor endi. Orzularingiz ushalsin. Endi bir narsani aytishni, so'rashni esdan chiqaribman sizdan. Ko'rsatuvimizni mana qoraqalpoqcha qo'shiq bilan, qoraqalpoqcha ohanglar bilan boshlagan edik, to'g'rimi? Qoraqalpoqcha ham gapirib bilasizmi? Endi ozmoz gaplab bilaman. Demak, ko'rsatuvimizning so'ngidagi
xotima so'zlarini, tilaklarini qoraqalpoqcha eshitsak. Marhamat. Yaxshi, endi bilganimcha, lekin meniki yaqinlashib kelyaptir. Ana vatanimiz O'zbekistonning 10 yillik bayrami. Bu hammamiz uchun ulkan quvonchli kun. O'siminan eng birinchi o'zbeklerimizda, so'sin Qoraqalpoq qarindoshlarimizda shun ko'nglimdan qutlug'layman. Ularning semyasına baxit, tinchlik, o'zlarini den sog'lik tilayman. Shu aytganimizda endi O'zbekistonimiz yana gullab yashnaversin, hammalarina sog' salomat bo'lsin deyman. Rahmat. Omon bo'ling, ijodingiz yuksalsin.